Halima Ibragimovaning turmush o'rtog'i uylandimi? Assalomu alaykum aziz muxlis. Agar kanalimizda mehmon bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lishni va videolar davomida bir dona like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Yaqindagina komik aktrisa Halima Ibragimovaning 46 yoshni qarshilagani haqidagi xabarlar tarqaldi. Ammo oradan ko'p o'tmay uning hayoti bilan bog'liq mish-mishlar avj oldi. Barcha mish-mishlarga ko'ra, Halima Ibragimovaning turmush o'rtog'i uylandi va uning opa-singillari ularni haydab yubordi degan mish-mishlar ko'paydi. Ushbu mish-mishlarga ochiq oydinlik kiritish maqsadida Halima Ibragimovaning 3 opa-singlisi, turmush o'rtog'i hamda farzandlari bilan suhbatlashildi. Bunga ko'ra Halima Ibragimovaning opa-singillari shunday deydi: Halimaning do'sti yo'q ekan. Bunga iymonimiz komil bo'ldi. Barchaning maqsadi mansab, pul, boylik yokida boshqa narsalar. Uning do'stlari hatto barmog'imiz bo'lsa shu barmog'imizga sig'maydi. Hatto barchaning o'y-fikrlari faqatgina Halimadan qolgan boylik, Halimadan qolgan mashina, uning pullari, uning uylari, uning tillari bo'ldi. Sizlar Halimaning hamma narsasini talon-taroj qildingiz, turmush o'rtog'ini esa haydab yubordingiz deyishdi. Aslida hech qanday bunday bo'lgani yo'q. Turmush o'rtog'ining uylanishiga biz qarshi emasmiz, lekin vaqt soati bilan balki uylanar, balki yo'q. Lekin bu sinovli kunlar turmush o'rtog'i uchun ham juda og'riqli bo'ldi, chunki biz oilamizdan ortib, uy yumushlarimizdan ortib hol-ahvol so'rashga bora olmasmiz. Lekin u turmush o'rtog'i va farzandlarini har juma kuni uning qabriga olib borib, Qur'on tilovat qilib uni eslab yod olishadi deya opa-singillari intervyu berishdi.